uskunlari cheklik shirkati alohida qo'llagan. Küldür küldür elni güldürer. Anar yegan yigit qizlar şoklaydı. Bo'ldi, mayincha sho'x olsang bo'ldi. Analari teshlik, balalar teshikmi? Yaxshi. Kulib turib geningni mushunda so'rab olman deydi emas bu. Mening erim uyimning berkiti, balalarimning dadisi qo'zab. O'z mavtun kilinin deb qo'llarimga cho'k sepsam bo'lsa. Küldür küldür elni güldürer. Mukash 75 haqiqiy import qilingan Abdul Moligrin. Küldür küldür elni güldürer. Onda olsa qizg'in alqishlarimiz bilan takliflik mehmonlarimizni sahnaga taklif qilsak, marhamat. Voyjon. Voy, qani bu odam ochaqa ming paslara. Voy, mana ketib borman-ku, mehmonlarni saqlab qo'ymay deb oldiryaptimi mana shu. Voy, ana degan bilan da mehmonlar bizni saqlab qoldi dema. Mana shu mehmonlarga oldirash shu. Onda olsa mush beyitlarimiz bilan salom beryaptim-da. Ma'qul. Küldürüşke biz geldik. Lükçen halkı salımını hep geldik. Her xil meyvelerini tetip baksın dep geldik. Özüm qo'g'in anarlari o'xshaydi. Anar yegan yigit qizlar şoklaydı. Bo'ldi, mayincha sho'x olsang bo'ldi. Voy, yoshlarım 18'de to'xtaydi. Ko'ngillarni shodlaylashga biz keldik. Lükçün diyen ınaklık makanı. Yaşadaydı kumpartiya zamanı. Yangritimiz şuna nağme navanı. Xoşallıkka çümdürüşke biz geldik. Rastaydılar otisi, rastaydılar. Taqqa qilib qo'yib gaplarni. Zevk qo'ydikmi, kuldiramay sizlarni. Lekin tanshab zimin sazlarni. Qarindoshlik, muhabbati hep geldi. Bağdı ködüm yangının ne koçda baskan ezin
Salam, Küldür Küldür programımızda sizlarni görüp intayını xushal bolduq. Ekran aldidagi qadrli ko'rmanlar, sahinde turayotgan bu el-nag'michilar, san'atkorlar bo'lsa, Pichon nahiya Lükjün bazarının xalq san'atkorlari. Xush keldinglar. Programımız yo'lga qo'yilgandan buyon nayta isim nomerlarni mushu sahnaga elib chiqyapmiz, lekin bugungi nomer alayda bir qurilma har qaysi jihatdan bo'lsin, nayta yangilik to'lgan bir nomer bo'ldi. Endi xalq san'atkorlarining mushunchalik bir nomerni naqsha, beatlar bilan, laparlar bilan nayta mukammal holatda mush sahnaga kelganligidan shaxsan men intayini xursand bo'ldim. Barcha mushu Ustazlar, karxanchilar ham Küldür Küldür programmamizdagi barliq xizmatchi xodimlarga vakolatan sizlarga rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Yaxshimisizlar ustozlar, karxanchilar. Biz bu yerda turganlar hammasi shu el ichi xalq san'atkorlari. Biz bugungi shu Küldür Küldür programmasiga qatnashish fursatiga ega bo'lganligimizni biz alamchi xush bo'ldik. Karxanchilarni, ustozlarni bizniki yurtimiz Lükjünga taklif qilamiz. Bahar nuriye içil durdi güler reyhan renani Küzüm kürdü bu dünyada Siledek bir deryani Can veydade Rahmat. Pichonning mushu Lükjündin atayin bizning mushu programmamizga kelib nomer qatnashdiganlarga ko'p rahmat. Men bek ta'sirlandim. Endi bugungi nomer Küldür Küldürga qatnashgan bo'lg'achqa mening kichik taklif fikrim bor sizlarga. Mushu arayalishga o'xshash menda she'riy bayonlarni qildinglar-ku. Mushu qismi ko'proq bo'lish kerak. Chunki bu teatr bilan munosabatli sahna mavjud. Küldür Küldür degan endi ko'rmanlarga xo'shallik, kulki ato qilishni maqsad qiladigan ko'ngil etish programmasi bo'lg'achqa, sap naqsh bo'lib qolsa, toza yaxshi bo'lmaydi. Shuningga bundan keyin qatnashadigan nomerlaringda ko'pchilikka kulki ato qila oladigan qismini ko'paytirsanglar. Masalan, ayolninki she'riy fikrlari, shunga o'xshash aytishlar, chaqchaqlar bo'lsa, men sizniki nimani ko'rib, cho'qim bir qiziqarli lapar bu. Chunki Turpanda masalan Nozirkumga o'xshash hamda laparlar bor, bo'lgan usullar bo'lgan, hatto usullarni nihoyatda qiziqarli, komediyalik tusda o'ynagan jut bu. Shunga bundan keyin sizlar shu komediyalik tusiga bakroq ahamiyat bersanglar deb taklif beraman. Rahmat Abdulla ustoz. Xristianliginglarga rahmat. Bugungi shu programmamizga xos bir jutning purg'ini ep kelibsizlar. Sizlardan bak xush bo'ldim. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sizlarni qarshi olamiz. Eng avvalo yuqorida ustozlar aytgandek, ozroq qurilmasi bor bir nomerga, beshida beyt orqali bir salom yo'lladinglar. Oqidan usul borki, shu usulni toz yerlik desaydi ekansizlar, bizning kasbiy usulchilikka o'xshamaydigan Baştaq təmi var, usullarga o'tirliqdiki. Va yuqorida ustozlar bergandek shu taklifda kelar qatim bo'lsa, shu teatr tusini sal oshirib, beytlaringlar shunda tamlikkan tuq, yerlik she'ri bilan shunda yaxshi chiqadi ekan to'q. Shuni ko'paytib akasanlar deydigan bir taklifim bor. Rahmat sizlarga, javob chekdinglar. Rahmat. Juraqdin bizning bu programmaga Hüsn qo'shib kelganlarga shunchalik xush bo'ldik, shunchalik sevindik. Bulupning modadashniki mush sahna tekinligi usul o'ynashligi ma jur'at to'yan degandek, shunchalik bir ayliqi eng qadimiy shunday bir puroqni ko'rib men bak huzurlanib ketdim, bak yaxshi ko'rdim. Bundan keyin davomli qilib kettirsanlarni umid qilamiz. Rahmat sizlarga, rahmat. Rahmat. Bahodirchi ustozlarmi o'zlarining ko'ngil so'zini aytdi. Albatta, shu Muhligirin Küldür Küldür programmamizga husn qo'shdinglar, ham ko'rib turibdik. Mush nomerga tayyorlik qilgan adam sonim intayin ko'p. Ammalarning vaqtinglarni chiqarib mush programmamiz uchun mush nomerni kelganliklaringizga yana bir qitim rahmatimizni bildiramiz. Albatta, shu karxanchilarimizning eng isil ko'ngil so'g'ilari bor. Programmamizning tajdorligini olgan Muhligirin silaqlash maydari.
Uşağın hemmisini sılıqlab ötəsən maçımada. Sizlarga biz şirkatning ko'nglidan endi mashinanglar bola mashinanglarga bo'lmaganlar navranglarning yoki bolalarning mashinasini pichan g'arbi aylanma yo'liga joylashgan mo'ligram maxsus setish do'koni bor. Shu yerda sizlar mashinalarni mo'ligram Abdullar bilan asrash mulozimatni so'q qilsam. Shundaqla shu akamizningki shu sizlarning ustozinglar ekan-ku. Ustozinglarga men mo'ligram Abdullar nomidan yaxshi bir to'n kiygazsam. To'n kiygazsam. 8 aylarning hammalarga bir yurishdan sog'lomlik çaylarni shiknayt mas kelgan sog'lomlik chaynikidan bir yurishdan so'qling. Rahmat. Məmmu sizlərinin çiraylıq avazınlar, çiraylıq şu əsərlərlər üçün Sənəm şirkəti sizlərinin çeçinlərini gözəl qıldığan bir yürüş məqsədlərimdən hər birisinglərə bir yürüşdən soğat qolay. Rəhmət sizlərə. Rahmat. Bizimki maşin setiş şirketimiz Turpan'ın cidden maşin setiş orundan mecburi maşinler var. Eğer maşini yapmakçı olsanlar biz baj, boşan, sortuna sonuq pəgəndisar. Həmminlarınki işin çoğunu maşinanla bağa, yoxları balırıq bəsun, hər birinlağa əqliqtarlıq mavəliqə yol xatırlaş sistemisindən birinin sonuq bəsəm. Rahmat. Salam sizlərə. Mən Şinjan Çindil şirketi namıdan şirketimizin məsulatlarından hər birinlağa Çindil köz rüşəlləşdiriş kapsuli, Çindil piyaz tabletlərdən maskəgindən sizlərə mənlağı soğat qılay. Ko'nglimizni qabul qilsanglar. Rahmat. Ben Şinjan Qo'shtur Yemeklik Taraqqiyot şirketiga vakolatdan har biringlarga lag'man, so'miyan kasmi cho'plardan maylangi bir yurishdan so'q qilay. Dargi Biopan Texnik Soçak şirketimiz Fairlas markasida tabiiy o'simliklarni ham material qilib ishlab chiqargan mahsulotlardan hamda bizniki eng ko'zirliq mahsulotimiz bo'lgan Fairlas markasidagi aman ko'z ro'shanlashtirish chapliqimizdan bir yurishdan sovg'atlik qilsam qabul qilgaysizlar. Rahmat. Rahmat. Ben Çoğustam şirketiniki namıdan aile yürüyüşlerinden her birisine birden soğuk kılsam bu soğukluğun içinden 600'lük maşını mükafat çıkıvatıdı. Nayt cık şirkette kalsanlığımı çıkıp kılışını ümit kılmayan navadı maşın çıkıp kap kalsam da hemenle patmayısla. Aç kılıp yerim olsun patıslı maşına kaçıyor. Eydep gidersler lüksünge. Soğuğumu kabul kılmasanlar. Hoş geldinler. Nazife şirketimizden bir yürüyüş çınqaçılardan her biringlarga bir yürüyüşten soğat qısaq, yaqtırıp işiltişinglarni ümit qilman. Ben Şinjan Ranalar Xalqaro Soçak şirketi nomidan har biringlarga mushu er ayollar o'rtaq ishlatishga mos keladigan teri asrash buyumlari, shundaqla ikki adimizning bundan keyin texmo chiroyli, go'zal turish uchun yangidan ishlab bozorga solgan mushu Efrana markasiga rangli kirim buyumlardan bir yurish so'gat qilsam, qabul qilsanglar. Ben Gumanaya İnak Aile Yezilik Taraqqiyot Cheklik şirketidan bo'laman. Bizninkimi safarlarda ep yurish qulaylik, yurishlik mahsulotlarimizdan akimizga 2 yurish so'gat qilsam, qag'allarga bir yurishdan so'gat qilsam, qabul qilsangiz rahmat. Yaxshimisilar? Sizlarga Urumchi Yeşil Yaprak Soçak şirketimiz ishlab chiqargan Yeşil Yaprak markasidagi yoshlar va yashanganlarning o'rtaq iste'moliga mos keladigan Yeşil Yaprak sap sulu yarmisi va qora bug'doy sulu yarmisidan hadiya qilaman. Turpandagi vakolatlarimiz oilanglarga yetkazib bersin. Qabul qilgaysizlar. Rahmat. Rahmat. Şahsat Eğiz Boşluqi doktorxonamiz Şu akımızga 2000 üyelik, qağallağa 1000 üyelikten şu davalaş kartısını soğuqsaq, hem de bizdeki Turpanda ornumuz yok. Yani Ürümçi şəhəriga onca yaxın bolmağanken, Ürümçi şəhərdəki güzel qaşteşi, yani Şinxanalı güzel qaşteşi mehmanxanasının yanına joylashgan Şahsat Eğiz Boşluqi doktorxonasiga kelib, bir davalaş, yani Eğiz Boşluqi umumjiyatdan bir tekshirishni qabul qilsanglar, işleringlarning texmi yaxshi bo'lib ketishini umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Her biringlarga Şinjan Volkan Soçak şirketi ishlab chiqarib bozorga solgan shortuz silincha, shortuz yastok qatorliq mahsulotlardan so'g'at qilay. Qaysi ehtiyojinglar bo'lsa, shuni avag'im bo'lsanglar. Rahmat. Rahmat.
barcha karxanchilarimizga rahmatimizni bildiramiz. Küldür programmamızga kelib, balkim ehra oldidagi ko'rmalarni mush nomerlarni ko'rib intayin suyundi, ham xo'shal bo'ldi. Rahmat sizlarga. Yana fursatlar bo'lsa, orliqmi yaqin emasmi? Programmamizga yana qatnashishinglarni chin ko'nglimizda umid qilamiz. Salomat bo'linglar, rahmat. 15 tane 9 75 haqiqiy import qilingan Abdul Moligrin. Küldür elni güldürer. Onda olsa qizg'in olqishlarimiz bilan mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Men beqingga kirmayman, alanlaringni üzmayman, anlaringni üzmayman. Endi keldim aqlimga bala, nadan billa yurmayman. Vadi şu, avadi şu, oynayğanning dadi şu. Vay canım dostum. Yaxshi. Analari teshikmi? Ballar teshikmi? Yaxshi. Ey bunu chiroyli qimmat pulliq gulni ko'tarib nega mangdingiz? Sizlarchi? Hey men shu qinonning qashig'i mangdim. Menmi shu? Nima? Bugun qinoningizning tug'ilgan kuni emas-ku? Ha. Tug'ilgan kuni. Ikkimizning qaynonasining bir kun tug'ilib qolganda. Hey do'stak, mush qaynonlarning hammasi bir kun tug'ildi qaqshmamdi. Ey qanda, qaynoningiz yaxshi. Hey, qaynon degan qanday bo'ladi? Yaxshi. Sizningchi? Hey, yurvatimiz aytdi. Orolli deyilg'u. Ay canım do'stak. Mening bunu qaynonam bu yil 92 yosh kirdi. Yana shu yig'insin sanjib tug'un. Hey, navadımış gülünü kötürüp bağmaydıgan bolsam, yığınның yoğunu sanjamkin deyman qarab. Mening qaynonam bu yil 85 yosh kirdi. Yana shu zahrini chechib turgan. Bugun men mush gullarni ko'tarib tabriklab qo'ymaydigan bolsam, buruq turun bo'lib o'lim azariga. Hay, keldingmi oltin gulnim? O'tani yoqqa oltinam deb turgan bolsam, o'tirishtima yijib gülüp, yağan gülüp ishtak. Bundaq demisizlar. Sizning qaynonlari yaxshi odamlar. Uy boradigan bo'lsang, bordi, tök tashlaydi. Tök tashlaydi, biroq yaxshi emas. Hey, nemishqa yaxshi emas? Yaxshi emas dedimmi, yaxshi emas. Mana, sizning qaynonlari yaxshi. Uyga borsang, "Voy, keldingizmi? Oltin qizim, to'riga o'tinglar." Bir chini sovuq choy bersizmi, kulib turib ustida. Ey, gap shiyadi-ku. Kulib turib jiningni mushunda so'rab olman deydi emas bu. Zahar emas, zahar ichib qaytmaman. Sizning qaynonlari yaxshi. Hey, mening qaynonamning yaxshiligini sili bilanmi, yo men bilamdim. Sizning qaynonlari yaxshi dedim-mi? Sizning qaynonlari yaxshi. Keling, baslashayli. Xo'sh. Yo'q, baslashmaymiz. Baslashmaymişken. Endi men deyman. Bo'lsa, mush ikkimiz qaynonlarimizni tikishib yotay. Ay, nima deydiganday bunu xotin? O chaqda alrimizda ish kerak-da. O'g'li onasi qandaq turdi? Chiqindi bir onam yo'qlab kelay deb o'ylarkas, o chaqda men qandaq qilaman? O chaqda ishkali ko'p qoldi sizlar. Hey, mayli emas. Voy, tekton. Endi mengo tegishli yo'tatdim. Xo'sh, biroq shu sal kelishmaydigan yeri bor. Qayeri yo'q. Mushu sizning eringizning jismoniy jihatdan sal nacharlashib qoldimikin deyman qarang. Voy, mening erim nacharligini sen nedim bilsan? Voy, tayinliqli. Ag'riqcham bo'lsa-mu, uyimda, yinda, qo'ynimda. Bildingmi? Mana sening ering dala qarab ketgan. Yil uya ketib qolgan, yo'qning o'rniga u. Shunlash ishkanlik bo'laydi olsan-da sen zovanda. Mening erim haqiqiy er. Tala açıqsın mının, öyküsü birinin kantin çaksın, oğlu ola mening erim. Oğlu ola meşteki, ağzını bayqat yakıl çeçini julmay yana. Mening erim uyumning berkiti, ballarımning dadisi, qozap. Ko'janda. Qozonda ketgini. Tek ulanganca qozonda elbette. Ağzını bayqat yakıl, mening erim uyumning qo'zsidimi qozam. Hey, senin erin öyünün qo'zisi bo'lsa, mening begimning bulbuli. Bulbulum, qani, voy gülüm. Dememe erimni. Qaysi bag'ning bulbuli u kekash. Oy, ken anamni bir narsa san degin. Mun erimni tiltak yurishim ha. Voy, bishimni yeydigan. Voy, mangana. Hey, yo'q qana. Voy, bulanda. Köyneklim yo'qligini nima qilaysan? Nima shu ketib bu gullarga?
Ay neyim korktun beni gülümle 300 tengiga algan go ben bunu gülne. Hey Xondam Abrama bu aşk güllerini qaynanamның oldig'amdi. Voy sen gül apamsanmıçı qaynanam bildosining qandaqligini. Gül degan ko'ngil bildingmi? O degan mehribonlik. Hey sen nädim bilsay undaqni bilni. Mening ana qizil gülni yaxshi ko'rdi. Mushu qizil güldek içilib tuğan. Ballarını şunchalik yaxshi tarbiyalaydiki mening anam. Bulupmu mening erimni. Mening anam moda gülni yaxshi ko'rdi. Mushu bardigan bo'lsam o oltin gülünim. Sizni qizim degim kelib ketdi, kelinim degim kelmaydi deb ketdi mening anam. Ballarimni bixtaygan anam. Oy anam. Ömrünüz uzun bo'lsin anam. Ay chiroyli anam. Anam, chiroyli anam. Hey, bo'ldim ha. Sen yursan. Hey, manga yur. Qara, mening buni qiynanam. Samsini yaxshi ko'rdi qara. Shuningga sams etib bangdim. Uyga bordigan bo'lsa, mush keldingizmi oltin kelinim deb qo'llarimga cho'k suyib turgan bo'lsa, mening anam shunday sams etib bangdim qara. Mening anam o'liqdan yaxshi ko'rdi. Bordigan bo'lsa, bu oltin kelinim siz pishirgan o'liqdandek hech kim pishirolmaydi deb ketdi mening anam. Shunlashqa o'liqdan pishirib atmangdim. Oy. Qachaatken bu oğlukdan ne? Dineye git. Esilici. Ez anam deymo seni, kaynanam deymo seni, kaynanam deymo seni. Ballarımni bıkpagan, hem hurçum deymo seni, hem hurçum deymo seni. Ay, kel oynaylı bağlada. Hammamizga ayanmış Güldür programımızın ko'rmanlari Xatima adamni intayin aniq tanıydı. Mushu bizning programmamizni rekord yaratib, ayolning yumor so'zlagan ish istirib ketgan. Abaydan beri kayni sahnada mush Xatima adam bilan Rizongul intayin jiddiyleşdi ve biz sahne sözümüzü unutup qalamizmi deb men sizlar yelib bir rolga kirgitsizlar. Shunchalik yaxshi o'ynab etisizlar degandim mana. İtot o'rinlar, mushunchalik o'rinlar. Aldımda bir salmolar beraytam sizlar. Qaynanamga o'rnay yo'q, mimalayson deb keldim. Mert sehi mimallarga egilib salam ep keldim. Yaxshimsizlar, bağlı ustozlar, yaxshimsizlar. Mert sehi karxanchilar bir adamni quruq qaytirmaysizlar. Hammalarga Xatima Umardan seg'inib salam, oliy ehtirom. Yaxshimsizlar karxanchilar, yaxshimsizlar bağlıqchilar. Merzongul Abdurrahman sizlarga seg'inib salam, oliy ehtirom. Rahmat. Shunday yaxshi o'rindinglar. Albatta bu ishkaylanmish programmamizga qatnashgan mahirlar shuning uchun ustozlarningki baholarni anglab baqsaq. Aldı bilan sizlarning mushu sahnamizga, ya'ni Molligirin Güldür programmamizga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sizlardan bek suyundim. Chunki bizning ayol san'atkorlarimiz bo'libmi mayli, Allohim bo'lsin yo boshqa chaqchaqlar bo'lsin, bo'libmi siz Xatima tunji qitim mushu ayollarning ichidagi birinchi bo'lib yumor so'zlagan. Yumor chaqchaq so'zlab chiqqanda biz shunchalik suyungandik. Bugun yana bir guruh bo'lib kelibsizlar. Shunchalik suyundim. Bizningki mushu programmamizda sizlarningki mushu bundan keyingi texim nadir bir yaxshi ashtaq bir aktiv energiyalik mashina nomerlarni olib chiqishinglarni men yana chin qalbimda umid qilaman. Kichikgina bir fikr beray. Xatima o'zingiz yolg'iz siz yumor so'zlagan vaqtida bek erkinsiz. Shunchalik erkin, andikin ayt bir salmoq men shu kun birinchi qitim ko'rganda bek bir xil sizni bek suyungandim. Bugun shunday yaxshi, lekin endi sahnadagi ba'zi bir yurish turish, ashyaga diqqat qilsanglar, ishkinglarning bundan keyin hamkorlashinglar texim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat sizlarga, japat tatnanglar. Rahmat, chiroq yoqsiz shundaqmi? Chiroq yoqaman. Rahmat. İlgari shu programmamizga Xatima adam qatnashib yumor so'zlagan vaqtida bu biz ham sizga ham shu programmamizga qatnashgan barliq mahirlarimizga o'ziningki intayin yaxshi nomer kelganligini shuning bilan birga o'zini texmi mukammallashtirib yangicha bir qiyofatda programmamiz kelishini taklif qildik bugun. Men o'yladim Xatima adam o'zi yumor so'zlagandan endi itot o'ynashga tushdi. Endi bu kasbda o'qimagan o'zining qiziqishi bo'yicha mushuni itotni ko'rib, o'zlashtirib, sahnaga chiqdi. Mush jarayonda biz
ko'zimiz bilan bir 2 minut ko'rgan bilan nurg'un jarayonlarni boshdan kechirib, nayt tirishchanlik bilan bu sahnaga keldi deb o'yladim. Rahmat. Firat ustoz. Men Xotima xonimni past ko'rib tunmabdim majbur aslında. Baştama. Ben oldin qitimda obraz bilan ma itotlik obraz osmon zamin farq qo'ygan ekan. Boya o'rinlayotganini yo'q tunudim. Ha deb haqiqatan ilgirlash intayin zo'r. Oldin qitim biz hamda sizning shu yumorlaringizni anglab boya Ramila degandek ashunday talablarni, ashunday takliflarni bergan. Hamda yolg'iz kishilik yumor so'zlash bilan hamda mana ito xarakteri va narsaning xili zo'r farqi bor. Bu hamda ikki kishining maslisi, andan keyin shu so'zlarni, shu yaxshi dialoglarni yatlab, shu itotning ritmini raurs bir akilish bilan andan keyin bu ancha-muncha kulki qo'zg'aydigan, mandaq bir chiqadigan hamkorlikdan chiqadi shu bu. Şu ikkiinglar jiq reptis qilibsizlar, sizlarga cho'qim nomer beramiz. Sizlarni ilgirlash intayin zo'r. Rahmat, rahmat. Bek tirishchanlik ko'rsatsizlar, ben xo'sh bo'ldim mana nomerni ko'rib. O'tganda yolg'iz kishi nomerimizda shunda biz xo'sh bo'lgandik-ku. Bugun yana xo'sh bo'ldik. Yana davomli tirishishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Mening boshqa hech qanday nimam yo'q. Bugun qo'shgan do'stingizmi? Xeli amdalla yaxshi o'ynabdi, qarang. Qalmuratni dedi-ku, endi sizlar aktyorlik kasbida rasmiy o'qib baqmagandan keyin mushinchilik qilmoq bek tas. Yomon jiqmash qilibsizlar. Menimcha hech qanday nimiz kam bo'lmadi. Denishni ko'rib turib bo'lgandinglarda, agar rejissor bugun mani siz menda qilasiz desa, sizlarda chatoq yo'q. Bu qilib ketalaysizlarda. Mana bu sizlardagi ilgirlash, sizlardagi qobiliyat. Rahmat. Rahmat. Rahmat ustozlar. Albatta, karxonchilarimizning ko'ngil so'g'isi bor. Ha, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yana mening berdigan so'g'itim oldin qitimga o'xshash. Ya'ni mo'ligirin siliqlash maylari bilan mashinalarni asrash bilan so'q qilaman. Do'konning o'rnini bilasiz. Bu da do'stingizni elib, davandiki yoki sandung bir yarasidiki asrash do'konlarimizga berib, shu mulozimatni qabul qilsanglar. Az bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Men Cho'ngstam shirkatining nomidan bir yurishdan har bir singilga tetik so'q qilsam, tetikning ichidan shu oltin uzuk mashina mukofotlar chiqyotdi. Amal navot chiqib qolsa, bizning shirkatlar aloqalashib naqlashtiryapmiz. Rahmat sizga. Sog'am qabul qilsanglar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Nazifa shirkatimiz bu har bir sonlarga bir yurishdan Çinqatçımızı bəsək, yaxşı görüb işiltişinlarını ümid qilamiz. İfrana girimçiligidən, İfrana qaş kirpik östürüş cəvridən soğat qısam. Ondan başqa şu Gülbərgi lavsuruqlarından hər bir xil rənglərdən soğat qısam, yaxşı görüb işləsənlər. Rahmat. Rahmat. Xush gəldiniz Xatimə Rizvangül. Bizning İnaq aile şirketimizin İnaq aile markasidagi yurishlik mahsulotlardan bir yurishdan so'g'at qilsam, qabul qilsam. Rahmat sizga. Rahmat. Yaxshimisilar Adila? Ishkinglarga Yeşil Yaprak markasidagi ilmiy ozuq qo'llanishga mos keladigan Yeşil Yaprak sulu etgan chay talqindan bir yurishdan so'g'at qilay. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisilar? Shaxsat eg'iz boshliqi bizdan 1000 yuanlikdan shu eg'iz boshliqi asrash kartasini so'q qilma. Rahmat sizlarga. Rahmat. Yaxshimisilar? Bizning shu olqan so'chaklik shirkatimiz maxsus shu ayollar uchun tayyorlagan silinchimiz bor. Sizlar uchun bir ko'ngil so'q qilib Rahmat. Rahmat. Yaxshimisilar? Yaxshimisiz? Sarkar elektr uskunalari shirkatimizga vakolatdan sizlarga shu oilalarda sap meva sharbati chiqarib ishlatadigan uskunamizdan bir yurishdan so'q qilsam. Rahmat sizga. Rahmat. Sanam shirkatimiz hamda izchil hamda şu çaş boyaq sahasida iste'molchilar intayin yaxshi ko'rib kelgan bir shirkat. Julaliq çaş boyaqlarimizdan bir yurishdan so'g'at qilay, andan çaş so'pularimdan so'g'at qilay, andan çaş asrash mahlimlardan hammasidan bir yurishdan so'g'at qilay. Rahmat sizlar. Rahmat. Yaxshimisizlar? Bizning VJV mashinalardan sizlarga axlat xitorliq yo'l xotirlash uskunasida ishqillarga birdan so'ni qilay. Rahmat. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Men Şinjan Çindil şirketi nomidan şirketimizningki ko'zur mahsuloti ko'z rushallashtirish kapsuldan har ikkilanglarga bir yurishdan so'g'at qilay. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Men sizlarga Şinjan Qo'shnur yuvish buyumlari shirkati ishlab chiqargan Qo'shnur markasidagi kir yuvish, qoch yuvish mahsulotlaridan
bir yurishdan sovuqlay. Rahmat. Yaxshimsizlar? Yaxshimsiz. Bizningki Bergi Biopantexnik cheklik şirketimizning albatta sizlar uchun ko'ngil so'g'isi bor. Ya'ni bizningki shu Fairless markamizda puchlanmamiz bor, so'g'sagan lekin intayin tez sur'atda eriydigan. Mana bu shunday yuqori fan texnikalik mahsulotimizni ishlatish orqali o'zinglarga sog'lomlik tepishinglarni chin ko'ngildan umid qilma. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Rahmat. Barliq karxanchilar sizlarning nomeringlardan aytib uzr oldi. O'zining eng esil mahsulotlarini sizlarga sovg'a qildi. Molligirin kuldir programmamizga qatnashib, programmamizning kayfiyatini texmo bir bardaq yuqori ko'tarayotganlar. Xadimada rahmat ajr qilibsizlar. Yana shu kuldir programmamizni ko'rishaylik. Haqiqiy import qilingan Abdul Mo'ligirin. Küldür, elni küldürer. Ömürde yizidin şəgi kirgil onu adamla emeste. Başkalı dikemiz Coca-Cola'nın çoça dep cügüne. Nimda kiraylık kimlik la bu? O kaçmış kalırım. Yat edemez biz mi keşkalım? Kapamak nakaba. Çileknin içinde sizden balık kız bilmeyi taş yutup kaptı be. Sil telefon kabiliğin telefon toktap keptik ya. Bidem dikin kayıt vurpakslı ya. Ya bu mu seynir kız bakalım ya. Küldür, elni küldürer. Ihra aldidagi qadrli ko'rmanlar, hammamizga xushallik ato qilayotgan Mo'ligirin kuldir programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Kelar san programmamizni ko'rishaylik.